Mana shu videoyimdan keyin ko'pchilik gap yearga qiziqib qoldi. Bu video yana 11-sinflar uchun gap year haqida gaplashamiz. Gap year o'zi nima? Gap year bu siz o'qishga kirishingizdan oldin 1 yil olinadigan tanaffus. Faqat 1 yilmi desangiz yo'q, 2, 3, 4 yilgacha bo'lishi mumkin. Bu sizga bog'liq. Shaxsan o'zim 2 yil gap year olganman va hech ham afsuslanmayman. Gap year davomida volontyorlik qildim. Har xil tanish-bilishlar orttirdim. Xayriya fondlariga qatnashdim. Chet elga bordim. Universitetlarga kirib o'zimni sinab ko'rdim. Har xil testlar topshirdim. Do'stlar orttirdim. Har xil joylarga sayohat qildim. Til o'rgandim, kasblar o'rgandim, stajirovka qildim. Har xil ishlarda, biznesda, diplomatiyada o'zimni sinab ko'rdim. O'zimni yo'limni topguncha mana shu 2 yil davomida izlandim. Televideniyega chiqdim, public speechlar berdim, o'quvchilar bilan ishlab ko'rdim, o'qituvchilik ham qildim. Qisqasi, gap yearni chet elga kirmoqchi bo'lganlar, o'z yo'lini topa olmaganlar va yanada o'z ustida ishlab, to'g'ri yo'nalishda boradiganlar uchun tavsiya qilaman. Ba'zi birlar yozdi, hattoki qiz bolaga bu narsa yaxshi emas, chunki erga berib yuborishi mumkin, bla bla bla. So anyways guys, birinchi narsa, agar ota-ona sizni rivojlanayotganingizni ko'rsa, sizdagi potensialni ko'rsa, hech qachon majburlamaydi, ishoning. 4 yil o'zingiz xohlamagan universitetda majburan kirib, kontrakt to'lab o'qigandan ko'ra, siz bu yerda 1 yil saflab, o'zingizning yo'nalishingizda yanada kuchliroq ishlab, o'zingizni sinab ko'rib, har xil narsalarda yaxshiroq universitetga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Instagram, YouTube, Telegram kanalimga obuna bo'lsangiz, bundan ham ko'p ma'lumot olsangiz bo'ladi. See you guys.